Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Ma'rif Tong'otarov 2026-yil birinchi variantni hal qilamiz. 7-savol. A va A plus 2B teng S gomogen sistemadagi A va B moddalarining dastlabki konsentratsiyalari 3 va 5 mol taqsim litrga teng. Tezlik konstantasi esa 0,8 ga teng. A moddaning konsentratsiyasi 1 mol taqsim litrga kamaygan vaqtda to'g'ri reaksiya tezligini hisoblang. Demak, birinchi o'rinda bizga berilgan qiymatlarni yoza olamiz. A moddaning boshlang'ich konsentratsiyasi bizda 3 mol taqsim litr ekan. B moddaning boshlang'ich konsentratsiyasi esa 5 mol taqsim litr ekan. Mol taqsim litr ikkalasi ham. Xo'p, bizda tezlik konstantasi teng 0,8 litr kvadrat taqsim mol kvadrat ko'paygan minutga teng ekan. Endi bizda quyidagicha reaksiya sodir bo'libdi. A plus 2B hosil bo'ladi S. Boshlang'ich sarflandi va qoldi. Bizda A modda o'zi 3 mol olib kelingan ekan, undan 1 mol sarflanadi mol taqsim litrda. Qancha qoladi desak 2 qoladi. Endi reaksiyani qaytadan yozamanda B va S moddadan B moddadan qancha sarflanishi, S moddadan qancha hosil bo'lishini hisoblaymiz. Bundan 1 sarflansa, oldida koeffitsient yo'q bo'lgani uchun 1 deb olaman, bunda 2. B moddadan 2 sarflanar ekan, S moddadan 1 hosil bo'ladi. Bizda to'g'ri reaksiya tezligini so'ragani uchun S modda unchalik ahamiyatga ega emas. Endi B moddadan qancha sarflanadi? 2. O'zi qancha desak 5. Qancha qoladi desak 3 bo'ladi. Endi to'g'ri reaksiya tezligini hisoblashimiz uchun V teng K ko'paygan A moddaning birinchi darajasi ko'paygan B moddaning kvadrati. Ya'ni koeffitsient darajaga chiqadi teng. Bizda K ning qiymati 0,8 ga teng. Ko'paygan A ning qolgan qiymati 2 ning birinchisi ko'paygan 3 ning kvadrati. Buni hisoblasak 14,4 mol taqsim litr ko'paygan minut chiqadi. Xo'p, bizda javobimiz S javob. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.